Kolumbiyani yutamiz. Xo'p, demak bizda birinchi turimiz Kolumbiya bilan bo'ladi. Kolumbiya ham ancha kuchli ekan-da, Amerikada o'ynaydi u chempionatida. Kolumbiyada ana o'yinchilar ham bor. Yevropaning top darajasi Luis Diaz Luis bor. Diaz. Yo'q, yana bitta o'yinchisi bor, mashhur. James Rodriguez. Markazda. Misol uchun bordi. Mana Luis Diaz kecha misol uchun Bavariyada nimalar qilib tashladi. Udarlarini ko'ryapsizlar. Endi to'g'ri biz xohlaymiz. Biz xohlaymiz. Bizni terma jamoamiz chiqib keldi. Rahmatli ustozimiz Hojiboy akani aytgan gapi o'sha amalga oshmasin, Musqaymo yeb kelishmasin. Birinchi Kolumbiya bilan o'yinimizni taxminingiz qanaqa? Keyin Shohruzdan so'raymiz. Debyut o'yinimiz bo'ladigan bo'lsa, men endi nechiyani kutyapman endi. Hech bo'lmaganda. Necha? Boring yana 1-1. Ja unaqa katta shot bo'lib ketmaydi menimcha uni. 1-1. Siz Shohriz nima fikringiz? Kolumbiyani menimcha 2-1 yutamiz. Sababi ham bor buni. Mana bilsanglar, jahon chempionati birinchi turida ko'p jamoalar bir-birini yaxshi bilmaydi-da. Ayniqsa pastroq reytingi bor komandalarga qarshi mensimaslik hissi bo'ladi. Aynan birinchi turda. Men shunga ishonyapmanki, Kolumbiya sal mensimasdan tushadi maydonga va O'zbekistonda shans ko'proq bo'ladi. Imminni vaziyatlardan foydalanib yutib ketishimizga. Shuni hisobga o'ylayapman, 2-1 ga yutamiz. Kolumbiyani yutamiz. Kolumbiyani yutamiz.